Xurshida Zakirovna, agar 15 yil oldin orqa qaytganingizda qayta akusher-ginekolog bo'larmidingiz? Albatta. Nafaqat 15 yil, 20 yil orqaga qaytganimizda ham men bu kasb tanlagan bo'lardim. Bu kasb tanlashim uchun asosiy 3 ta sabab bor. Bulardan birinchisi, men bu kasbni yoshligimdan orzu qilganman. Shifokor bo'lishni, ya'ni ayollar bilan ishlashni, buni institutga qadam qo'yishimdan oldin kollej paytida, ya'ni men Borovskiy kollejini tugatganman, erta akusherlik yo'nalishi bo'yicha ta'lim olganman. O'sha paytlarda dejurstvoga qolardim va qiziqishim ortib borgan. Ikkinchi asosiy sababim, ya'ni buni o'zi birinchisiga qo'ysam bo'lardi. Biz oilada 4 ta farzandimiz, 4 ta qiz farzandlar va onamlar juda ham shifokor qizlar bo'lishni xohlaganlar va men bu yo'nalishni onamlar uchun ham orzu qilganman. Uchinchi asosiy sabablardan bittasi faqat ayollar bilan ishlash. Bu har bitta ayol kishining orzusi. Men ayollar bilan ishlaganimda ularni faqat ayollik jihatdan, uni sog'liqli jihatdan, buni psixologik jihatdan ham ularga yordam berishni xohlayman. Tug'ruq jarayonlarida ham, ginekologik kasalliklarda ham birgalashib davolashga jonimni berib harakat qilaman. Har bitta kishi o'zini kasbini yaxshi ko'rsa, mahorat bilan ishlasa, rezultat bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun o'ylaymanki, hozirda rezultatlarim juda ham ko'p. Hozirgi kunda siz o'zingizning kasbingizni yaxshi ko'rasizmi? Kommentariyada yozib qoldiring va siz qaysi kasb egasisiz?